Ubay ibn Xalafning o'ltirilishi. Ibn Ishoq mundaq deydi. Rasululloh o'zini tog' bag'riga elib olgandan keyin Ubay ibn Xalaf Muhammad qani, bugun yo u o'ladi, yo men o'laman deb qattiq azvaylab qo'g'lab keldi. Bu chaqda kishilar: "Ey Rasululloh, uningga birimiz tushaylimi?" degan edi. Rasululloh: "To'xtanglar, uni menga qo'yinglar" dedi. Ubay ibn Xalaf texmo azvaylab yaqinlab kelibdi. Rasululloh Haris ibn Simmatning nayisiga qo'lini uzatdi va uni qo'liga ilib qattiq bir silkinib qo'zg'aldi. Ondan uning oldiga berib, u kiyib olgan savut bilan bosh qalpog'i orliqidagi yuchuqdan uning bo'yin so'nki dal ko'rindi. Shunga Rasululloh halqi bo'shliqqa o'dullab bir nayza urib edi. U bu nayzining zarbasidan etidan necha dumilab yiqilib, necha o'rindan turib, nihoyat aloqazatlik ilikida jinini joylab qochdi. Shuning bilan u Quraysh bargohiga qaytib kelib, vaholanki halqi nayz zarbasi uning bo'ynini ozroq zedi qilib etgan bo'lib, qenimi to'xtab qolgan edi. "Azbiroy Xudo, Muhammad meni hamon o'ltirdigan bo'ldi. Muhammad meni o'ltirdigan bo'ldi" deb to'xtamay jo'ylashga boshladi. Ular Ubayga "Bir oz qo'rqib ketibsan xolos. Alloh bilan qasamki, jarohating hargiz og'ir emas" degan edi. U "Muhammad menga Makkadagi vaqtida seni hamon o'ltiraman" degan edi. Shunga jazm qilamanki, agar u menga qattiqroq birni tukursimi o'ltirdi dedi. Darhaqiqat Allohning dushmani bu mal'un urushdan qaytishda Sarib degan yerga kelganda halok bo'lib yiqildi. Abul Aswadning Urvadan rivoyat qilgan bir so'zida mundaq deyilgan: "U yo'l bo'yi kalidak mo'ngrab, Alato'ga chaqirib mangan va azbiroy Xudo, agar mening hozirgi dard alamlarim Zilmajoz ahliga tashlansa, ularning hammasi jon bergan bo'ladi" degan. Talhaning Rasulullohni yo'lab qo'pirganligi. Rasululloh tog' jilosiga chekinish davomida cho'ng bir qoram tosh uning yo'liga to'g'ri turib oldi. Shuning bilan Rasululloh toshdan otlab o'tmoqchi bo'lib edi, ammo majoli yetmadi. Chunki u shu mazgillarda bir oz samirib, ustixonlari eg'irlashib qolgan edi. Uning ustiga u qo'sh savut kiyib olgan bo'lg'achqa, buning bilan rosa qo'lisholmayotdi. Eng yomon bo'lg'ini u Ibn Qamiyaning hujumida xeli eg'ir yaralangan edi. Shuning bilan Talha ibn Ubaydulloh darhol kelib, uning oldida tizilib o'ltirib berdi-da, Rasululloh uning do'lisiga dassigancha tosh ustiga chiqib otlab o'tib ketdi va Talhaga jannat vojib bo'ldi. Talhaga jannat vojib bo'ldi deydi. Mushriklar qo'zg'agan oxirgi hujum. Rasululloh tog' jilg'isidagi qo'mondonlik shtabiga yetib berib olgandan keyin mushriklar eng oxirgi bir qatimliq keng ko'lamli hujum qo'zg'ab, musulmonlarning qoldiq kuchlarini tozalab yo'qotmoqchi bo'ldi. Ibn Ishoq mundaq deydi: Rasululloh bir chaqda o'zini jilg'iga elib turishig'la ushtumtut tog' ustida Xolid ibn Valid va Abu Sufyan ibn Harb boshchiligida bir bo'lik kishilar paydo bo'ldi. Rasululloh bularni ko'rib, "Ey Alloh, ular bizdan ustun tursa bo'lmaydi" deb tiladi. Bularga qarshi Umar ibn Xattob va muhojirlardan bir bo'lik kishilar hujum qo'zg'ab, oxiri ularni tog'dan qo'g'lab tushirdi. Mag'azil Umaviy degan kitobda zikr qilinishicha, bir chaqda mushriklar tog' ustida paydo bo'lgan. Shuning bilan Rasululloh Sa'adga ularni qutqizgin, ya'ni chekindirgin degan. Sa'ad uningga "Men yolg'iz ularni qandoq chekindirman" deganda, Rasululloh halqi gapini 3 yoki 4 qatim takrorlagan. Shuning bilan Sa'ad yenidagi o'qni chiqarib, ularning biriga rosa chanlab etibdi, o'q naq tegib, ulardan birini jahannamga g'ulatgan. Sa'ad mundaq degan: "Ondan yana sadoqlarimdan aqtirib yurib, yana bir tal o'q topdim-da, uning bilanmi yana bir mushrikni jinidan judo qildim. Orqadan yana qo'limni tiqib, sadoqdan yana bir tal o'q tepib, bir mushrikka otgan edim, u mu yer tishladi. Shuning bilan ularning hammasi badar tikivetdi. Men ko'nglimda bu cho'qim muborak o'q ekan dedim va uni sadoqda saqlab qo'ydim." Elqi o'q Sa'ad olamdan o'tganga qadar uning yanida saqlanib keldi. Sa'ad olamdan o'tgandan keyin uning avlodlari saqladi. Shahidlarning echinishlik ko'rinishi. Yuqorqisi mushriklarning Rasulullohni yo'qotish uchun qo'zg'agan eng oxirgi bir qatimliq hujumi edi. Ular Rasululloh to'g'riliq hech qanday ma'lumotga erishalmagachga, o'ldimiki yoki tirikmiki degan ikkilanishda bo'lg'achqa, qarorgohi qaytib yenish tayyorligiga tutish qilib ketdi. Ularning bir uchumlari bo'libmi, ularning ichidagi ayol askarlari musulmonlarning shahidlarining a'zolarini kesib tashlashga boshladi. Ular shahidlarning quloq burunlarini, qo'rsaqlarini yerib, yuraklarini yulib olishga boshladi.
Hindi binti Utba Hamza radhiyallohu anhuning ko'kragini yerib, uning yuragini elib chaynab yutolmay tükürüvetti va qo'l putlariga shahidlarning quloq, burun va boshqa a'zolarini ziri-munchoq va bulabqalarga taqlid qilib esib oldi. Musulmon azmatlarning oxirgi bir nafas qolg'uchi elishish irodasi. Mushu soatlar, ya'ni jang oxirlashay deganda musulmon azmatlarning davomli jangovar holati turdiganligini va ularning Alloh yo'lida o'limni qanchalik mansitmaydigan irodasining borligini aks ettiradigan mundaq ikki voqea yuz berdi. Birinchi, Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men Uhud urushi oxirlashay deganda mushriklarning musulmon shahidlarni parchalab, inson qalbidan chiqqan vahshiyona qilmishini sodir qilayotganligini ko'rdimda, o'rnimdan turib, jang maydonining u chetiga o'tdim. U yerda bir mushrik shahidlarni arlab yurib, ularga puti chetilgan qo'ydak tayyor yetinglar degach, ularning savut dubulg'inlarini yig'ib etibdi. Uningdan yiroq bo'lmagan yerda bir musulmon dubulg'isini yuziga tashlab, uning kelishini kutib yetibdi. Shunga men uning keyniga o'tib, har ikki tarafni kuzatdim. Qarmoqqa mushrik taraf musulmondan ko'p ustun ko'rinadi. Men ulardan nazarimni uzmay qarab turdim. Hatto bir chaqda ular oxir tutishib qoldi va musulmon hilqi qovul baslik kelgan mushrikni bir qilich uribla sag'risigacha pichib ikki parcha qilib tashlavetdi. Ondan yuzini ichib, "Qandag'roq ekab, mana men akang qarg'ay Abu Dujana" dedi. Ikkinchi, urush oxirlashgandan keyin bir muncha musulmon ayollar jang maydoniga yetib keldi. Anas radhiyallohu anhu: "Men Aisha va Ummu Sulaymlarning put-qo'llarini shimoylab, suv tulumlarini yudib, suv akilib, yarlangan va holidan ketganlarning ig'ziga suv temitayotganligini, suv tugisa yana berib akilib, askarlarni sug'urayotganligini ko'rdim" degan. Umar ibn Xattob: "Ummu Salid Uhud kuni bizga tulumda yudib suv to'shib beradi" degan edi. Mana bu botir onalar ichida Ummu Aymanmi bor edi. U aslida Madinada qolgan bo'lib, qisman musulmonlarning Madinaga qochib kirayotganligini ko'rib, qattiq echindi va ularning yuziga to'pi chechib, "Mengish, tezdan uyingga kirib, yeb-yengna va yek-chaqlarni qo'lingga elish. Qilishni bizga ber, urushga biz chiqamiz" deb aybladi. Ondan u intayin tez surat bilan yo'l yurib, Uhud tog'i jang maydoniga yetib kelgan edi va musulmon ayollar bilan birlikda yarador va halsizlarni sug'urish ishini boshlab o'tgan edi. Ushtum tut uningga Hibban ibn Arqama ismli bir kafir ablag o'q etib yiqitibdi va kiyimidan ayrilib yalang'ochlanib qoldi. Xudoning dushmani Hibban buni ko'rib, kulib valiqi yerilib ketdi. Uning yo'lsizligi Rasululloh qattiq ig'ir kelgan chig'i, u yenidan bir tal tig'siz o'qni Sa'dga uztib, "Mana, uni Avu ablahga ot" dedi. Uni Sa'd qo'liga elib atgan edi, o'q Hibbanning yuragiga naq tegib, uni yiqitdi va uyan-buyan pushlanib, mo'zaydak yalang'ochlanib qoldi. Buni ko'rib Rasulullohmi kulib ketdi. Kulgandimi qoqoqlab kuldi. Ondan: "Yaraysan Sa'd, uning qisosini elib berding. Alloh duoyingni ijobat qilsin" dedi. Rasululloh bargohda. Rasululloh tog' jilg'isidagi bargohga qaytib borgandan keyin Ali ibn Abu Talib chiqib, beshidagi dubulg'i bilan mehrosdan uning ichishi uchun suv keltirdi. Rasululloh suvni qo'liga elib ichmoqchi bo'lgan edi, suvning badbo'y purqi uni saskandirib qo'ygan chig'i suvni ichmay yondirib o'tdi va u suv bilan chiroyidagi qonning qoldig'ini va beshini yuvib etib, o'z payg'ambarining bosh ko'zlarini qonga bo'ygan kishilarga Allohning g'azabi qattiq bo'lsin dedi. Sahil mundoq deydi: "Qasam qilib aytamanki, men Rasulullohning beshidagi qonlarni kimning yo'g'onligini, kimning suv quyib berganligini va nima bilan dorilaganligini obdan bilaman." Fatima yo'g'on edi. Ali ibn Abu Talib beshidagi dubulg'isi bilan suv akilib qo'yib berdi. Fatima yo'g'on siri jarohatning qansirayotganligini ko'rib, bo'ridan azroq elib ko'ydirib jarohatga bosdi. Shuning bilan qon to'xtadi. Shu orliqda Muhammad ibn Maslama berib, tatliq, so'g'uq suvdan tepib kelgan edi. Rasululloh u suvdan ichib Muhammad ibn Maslamiga xayrlik duo qildi. Ondan uning yarlangan a'zolari qattiq og'rib ketganlikdan peshin namozini o'ltirib o'qidi va musulmonlarmi o'ltirib iqtido qildi. Abu Sufyonning urush oxirlashgandan keyingi masxara kulkisi va Umar bilan javoblashganligi. Mushriklarning qaytish tayyorligi bitgandan keyin Abu Sufyon taqqa chiqib, unlik ovozda "Muhammad bormi?" deb to'lidi. Musulmonlar uningga javob qaytarmay jimjit turishdi. Shuning bilan u "Ibn Abu Quhafa bormi?" deb to'lidi. Ibn Abu Quhafa Abu Bakrning kunyati edi. Ko'pchilik yana jim turishdi. Ondan yana gelini rastlab,
Ömer ibn Xattobchi deb to'lidi. Ado chiqmadi. Aslida Rasululloh ularni Abu Sufyonga javob qaytarishdan to'sgan edi. Abu Sufyan va uning odamlari islom mushu 3 kishi bilan barpo bo'lib turdi deganni bilgachga, u avval mushularni so'rashi muqarrar edi. Bu chaqda Abu Sufyan, "Ha, yaxshi, bularning hammasi tugabdi", dedi. Buni anglagan Ömer o'zini tutolmay, "Ey Xudoning dushmani, sen tilga olganlarning hammasi teha hayot. Alloh sening adabingni berdiganlarni yana hayot qo'ydi", deb javob qaytardi. Abu Sufyan, "Sizlarning o'liklaringlar parchalanib tashlanibdi. Men bunda qilishga buyurmagan, ham qayg'uribmi ketmayman", dedi. Va o'llik ahongda butning ismini tilga ilib, Yasha Ubal deyishga boshladi. Rasululloh buni anglab, "Uningga javob qaytarmamsizlar?" dedi. Sahobalar, "Nima deb javob qaytaramiz?" degandek Rasulullohga qarashdi. Rasululloh, "Alloh oli ham ulug' deb javob beringlar", dedi. Ondan yana Abu Sufyan, "Bizga Uzza iloh bor, sizlarga Uzza iloh yo'q", degan edi. Rasululloh, "Uningga javob qaytaringlar", dedi. Sahobalar, "Nima deb javob qaytaramiz?" degan edi. Rasululloh, "Alloh bizning egimiz, senlar qolding egisiz deb javob qaytaringlar", dedi. Ondan Abu Sufyan yana, "Bugun nihoyat obdan ish bo'ldi. Badr urushidagi intiqomimizni oldik. G'alba degan bir kun sana yuzlanadi. Mana bugun tang bo'ldi", degan edi. Uningga Ömer javob berib, "Hargizmi tang barobar emas. Bizning shahid bo'lgan qarindoshlarimiz jannatda bo'ladi. Sizlarning topalaringlar do'zaxda bo'ladi", dedi. Yuqorqi keskin munozara va javoblashishdan keyin Abu Sufyan Ömerga, "Bu yoqqa kel ey Ömer", degan edi. Rasululloh Ömerga, "Berib qarab boqqin. Nima gapi borkin?" dedi. Ömer Abu Sufyonga yaqin beribdi. Abu Sufyan, "Ey Ömer, men sendan Allohni org'a silib turib so'rab boqay. Biz Muhammadni o'ltirdikmi?" deb so'radi. Ömer, "Alloh bilan qasamki, hargiz undaq ish yo'q. U shu topda sening mushu gaplaringni anglab turyotidi", deb javob berdi. Abu Sufyan, "Mening nazarimda sen Ibn Qami'adin rostchil ham samimiy. Sening gapingga ishonaman", dedi. Badrda uchrashishga va'dalashish. Ibn Ishoq mundoq deydi. Abu Sufyan va uning odamlari tog'dan tushish oldida e'lonchisi orqali to'lab, "Sizlarga deydigan gap, kelar yili Badrda uchrashimiz", degan edi. Rasululloh yenida turgan bir sahobasiga, "Bo'ladi. Bu har ikkimizga va'da bo'lsin" degan, dedi. Mushriklarning harakat nishonini kuzatish. Mazkur va'da ig'zoki tutishilib, Abu Sufyan bargohga qaytgandan keyin Rasululloh Ali ibn Abu Talibni avatib, "Sen dushmanning orqasidan chiqib, ularning nima ish qilayotganligiga va nima ish qilmoqchi bo'layotganligiga nazorat qilgin. Ular otni yonga elib, to'giga minib mangan bo'lsa, udul Makkaga mangan bo'ladi. Navoda otlarga minishib, to'gillarini bekor haydab minishgan bo'lsa, cho'qim Madinani nishonlab mangan bo'ladi. Alloh bilan qasamki, agar ular Madinaga mangan bo'lsa, keynidan qo'g'lab kirib, oxirgi nafasgacha tig'ma-tig' elishiman", dedi. Ali radhiyallohu anhu mundoq degan: "Shuning bilan men mushriklarning keynidan chiqib, ularning harakatini kuzatdim. Ular otni yitlab, to'gillariga minib, Makkaga qarab yurib ketishdi." Shahidlar va yordorlarning izdirkini elish. Quraysh kofirlari Uhud doirasidan chiqib ketgandan keyin musulmonlar shahidlar va yordorlarning izdirkini elishga boshladi. Zayd ibn Sabit mundoq deydi: "Shu kuni Rasululloh meni Sa'd ibn Rabi'ni izdashga avatdi va uni ko'rsang mendan salom degan. Hamda uningga Rasululloh sendan o'zing qandoqroq deb so'raydi degan", dedi. Shuning bilan men jasadlar orasini aralab yurib, oxiri uni topdim. Vaholanki u oxirgi nafasga tushib qolgan ekan. Uning badanida nayza urilgan, qilich kesgan va o'q tekkan jarohat bo'lib, badanining 70 necha yeri o'xshamagan darajada yaralangan. Uningga dedimki, "Ey Sa'd, Rasululloh sana salom yo'lladi va aytdiki, ahvoling qandoqroq, menga aytqin", dedi. Sa'd nihoyat tuban ovoz bilan, "Rasulullohga salom bo'lsin". Uningga aytib qo'yganki, "Ey Rasululloh, men jannatning hidini puravotiman va qavmim ansorlarga yetkazib qo'yganki, sizlarning ko'zinglar midirlabli turdi ekan, Rasululloh biror peshkanlik yo'liqib qolsa, qiyomat kuni Allohning oldida o'zinglarni oqlashga yuzinglar qolmaydi.
dedi-de shu hamon jon uzdi. Sahobalar yana yordorlar orasida Usayramni topdi. Asli ismi Amr ibn Sobit edi. U mo jon uzish oldida turib Musulmonlar uni buningdan ilgari ko'p qatim islomga da'vat qilgan bo'lsa-mu, u rad qilib kelgan edi. Shunga ular o'zaro g'ulg'ula qilishib, Usayramni bu yerga nima elib kelgandi? Biz uni Madinaga tashlab chiqqanda, uning bu dinga inkori xeli kuchlik edi, deyishdi. Ondan uningdan so'rab ko'rdi. Seni bu yerga nima ish elib keldi? O'z xalqingni deb chiqdingmi yoki islom diniga qiziqib, uni qo'g'dash uchun chiqdingmi? deyishdi. Usayram javob berib, albatta islomga bo'lgan rag'batim meni bu yerga elib chiqdi. Men Allohga va Allohning payg'ambariga iymon keltirdim. Ondan Rasulullohning sepida turib jang qildim. Oxir mushalga kelib yotdim. dedi-de gapi oxirlashmay turibla jon uzdi. Rasulullohga bu ahvol xabar qilinadi. Rasululloh u ahli jannati dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq degan. U 2 rakat namoz o'qib, Allohga bosh qo'yib sajda qilib boqmagan edi. Yordorlar orasida yana qazmon uchirtildi. U jang maydonida ajoyib qahramonlik bilan urushib, 7 yoki 8 mushrikni yer tishlatgandan keyin yaralanib yiqilgan edi. Shunga musulmonlar uni Bani Zufar diyoriga yo'tkadi va uningga islom yo'lida tortgan dard alamning ajr mukofoti bilan bishorat berdi. U men degan o'z xalqimning va o'z vatanimning shon sharafini deb urushdim. Shuni demasam hargiz urushmaydim, dedi. Shu orliqda u og'riqqa chidamay o'zini bo'g'izlab oldi. Rasulullohning yanida qazmon tilga elinsa, u ahli do'zaxi deydi. Muhtaram qarindoshlar, mana bu millatchilik va vatanchilik va yoki Allohning dinini hokimiyat beshiga chiqarishdan boshqa har qanday bir maslak egillari bilan bir safda turib urushganlarning oqibati. Gerçi ular islom tug'i ostida urushib o'lgan bo'lsa-mu va gerçi hattoki Rasululloh va yoki sahoba kiromlar tashkillagan harbiy saflarda bo'lsa-mu, shundoq bo'ladi albatta. Buning aksicha shahidlar orasida, ya'ni Su'laba yahudiylardan bir kishining jasadi bayqaldi. U o'z qavmiga: "Ey yahudiylar jamoasi, Alloh bilan qasamki, sizlar bilasizlar, Muhammadga yordam berish zimmanglardagi majburiyat" degan. Ular javob berib, "Deganing rost, lekin bugun kungi shanba" deyishgan. Shunga u qilich va boshqa yaroqlarni elib, "Agar men jangda musibatga uchirsam, mening barliq mol-mulkim Muhammadga mansub. U bu melimni o'zi xohlagancha tasarruf qilsin" deb qo'yib, tong saharda otlanib jang maydoniga chiqib, urushib, oxiri mushriklar tarafidan o'ldirilib tashlangan. Uning haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muxayriq yahudiylarning yaxshisi deydi. Shahidlarning jamlanib dafn qilinishi. Rasululloh shahidlarning qishiga kelib, boshdan oxir bir-birlab qarab chiqdi. Ondan mundaq dedi: "Men bularga guvohman. Kimiki Allohning yo'lida yaralanadigan, Alloh uni qiyomat kuni yarisi qon to'kkan holda tirildirdi. Qonning rangi qizil, ammo iforning hidida bo'ladi." Sahobalarning ba'zisi baxtsizlikka uchragan urug' tuqqan yar birodarlarini Madinaga yo'tkab ketgan edi. Rasululloh shahidlarni o'z joyiga qoldirib, tera, to'mir degandek qo'shimcha kiyimlarini soldirib o'tib, asli kiyimi bilanla yumay yiqilgan yeriga dafn qilishga buyurdi. 2-3 kishi bir qabrga qo'yildi. Hatto bir kepanga 2 kishini elishga to'g'ri keldi. Bu chaqda Rasululloh ularning qaysisi Qur'onni ko'proq yodqa biladi deb so'raydi. Ular paloni deb birini ko'rsatsa, shuni lahatga burun qo'yatdi va qiyomatda men bularga guvohchi bo'laman deydi. Abdullah ibn Amr ibn Haram bilan Amr ibn Jamuha o'rtasida quyuq do'stlik munosabati bo'lg'achqa, bu 2 do'st bir qabrga qo'yildi. Sahobalar yana jasadlar orasida Hanzala ibn Amirning jasadini topolmay ko'p izladi. Oxiri bir chaqda uni bir to'pilikdan badanidan suv tomchilab turgan holatda uchratdi. Rasululloh ularga Hanzalani farishtalar yuyib qo'yganligini xabar qildi. Ondan keyin uning ahvolini uning oilasidan so'rab beqinglar dedi. Kishilar uning ahlidan so'ragan edi. U Hanzala junub holatda edi. U jang chaqirig'ini anglagandan keyin g'usl qilishga ulgurmay chiqib ketgan dedi. Shu vajidan Hanzala Ghasilul malaika, ya'ni farishtalar g'usl qildirgan odam deb ataldi.
Rasululloh o'z tog'isi ham imildosh qarindishi Hamza ibn Abdul Muttalibni ko'rganda nihoyat qayg'urdi. Rasulullohning amma ochisi Safiya, Hamzaning hamshirisi Rasulullohning amma ochisi Safiya kelib qarindishi Hamzani ko'rib olmoqchi bo'ldi. Rasululloh uning o'g'li Zubayr ibn Avvomni buyurib, "Opangni qaytirib ketgin. Qarindishining echinishli holatini ko'rib qolmasin", dedi. Bu chaqda Safiya, "Nima uchun ko'rmaydi ekanman? Anglashimcha u parchalanib, musila qilinibdi. Buning hammasi Alloh yo'lida kelgan musibat. Alloh uchun biz hammadan rozi. Men inshaalloh o'zimni tutib olaman va savob umid qilaman", dedi-da, kelib Hamzani eng oxirgi bir qatim ko'rib oldi va uningga duo qilib istig'for tiladi. Ondan Rasululloh Hamzani hamshirisining o'g'li Abdullah ibn Jaysh bilan bir qabrga dafn qilishga buyurdi. Abdullah ibn Mas'ud mundoq degan: "Biz Rasulullohning tog'isi Hamza ibn Abdul Muttalibga yig'lig'inidek birovga yig'lig'inini ko'rmagan edik. U Hamzani qibliga qo'yib, jasadning oldida turib, buqildab yig'lab ketdi. Hattoki ho'ngrab tashladi. Shahidlarning qator yotgan ko'rinishi intayin echinishliq ham fojialik bo'lib, yurakni ezatdi." Xabbob mundoq degan: "Hamza radhiyallohu anhuga faqat oddiy bir tal to'n chapondan boshqa kepallik tepilmagan. Uning bilan bosh tarpi yo'galsa, oyoq tarpi ichilib qoladi. Oyoq tarpi yo'galsa, bosh tarpi ichilib qoladi. Oxir bo'lmay kiyimni uning bosh tarpiga tortib, oyoq tarpiga izg'ir paxili qo'yildi." Keyingi kunlarda Abdurrahman ibn Avf mundoq deb bergan edi: "Mus'ab ibn Umayr mo musibatga uchradi. U mendan ko'p yaxshi kishi edi. U birli to'nda kepallandi. U to'nni uning beshiga yepilsa, puti ochiq qoladi. Putiga yepilsa, beshi ochiq qoladi." Xabbobning rivoyatidami shuningga o'xshash bayonlar bor. Uningda yana bu chaqda Rasululloh bizga u kiyim bilan uning beshini yo'ganlar, putiga izg'ir paxili silinglar, dedi, deyilgan. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh. Ushbu yo'lda qini haqqan tuproqlarga jafo chekkan bu din uchun Rasululloh.